Dikşimizin devamı hürmetli vatandaşlar. Bugünkü ıslaq 2021 yıl 8. ayının 24. günü vatandaş. Endiki mavzumunda bunu siz dikkat kıldığın mavzucuma bu. Amerika Merkezi İstihbarat İdaresi'nin doklati yakında ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı etqanda Prezident Joe Biden sabıq Prezident Trump qarğanda texeme xatarlik. Yani bir okuyutay mavzunu cuma vatandaş. Amerika Merkezi İstihbarat İdaresi'nin doklati yakında ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı etqanda Prezident Joe Biden sabıq Prezident Trump'a qarğanda texeme xatarlik. Mavzulu xabar 8. ayının 23. günü bevosita xabar tor betida, yani Vanbe tor betida e'lon qilindi. Xabar bunday başladı. Bevosita xabar. Biz ko'rib turibmiz. Yaqindan beri Amerika Cumhurbaşkanı davlat yuqumli virusning manbini surishti qilishni davr qilgan holda o'zaro elishishi borgan sari keskinlashmoqda. Buni biz qanday tushuntirishimiz mumkin? Alayda obzorchilik qilib mundaq deydi. Durust, bu yaqindan beri Cumhurbaşkanı davlat 4 meydan, yani istek çıkmaydıgan 4 meydanda keskin elişti ve kuch sınaştı. Birinci istihbarat meydanı uruşudur. Bu yıl 5. ayda Amerika Qo'shma Shtatlari Prezidenti Joe Biden buyruq tushirib Amerika istihbarat organlarining 3 ay ichida yuqumli virusning manbini tekshirish meselesi bo'yicha aniq tekshirish xulosasi chiqarishni talab qildi. Ikkinchi urush maydoni internet urush maydonidir. Amerika istihbarat organlari internet texnikasi sohasiga ustunlik bilan yuqumli virusning manbini izlash bo'yicha Wuhan tajribaxonasidan paket izladi. Üçüncü, urush meydani diplomatiya urush meydanidir. Amerika dal hozir barliq ittifoqdoshlarini harakatga keltirib, yuqumli virusning manbini izlash masalasida jungoga besim ishlatdi. To'rtinchi urush meydani jamoat fikri urush meydanidir. G'arb davlatlari dal hozir jamoat fikri sohasida fikr qilish huquqi ustunligidan foydalanib, Jungo hukumatiga axloq jihati besim ishiltiyotdi. Jungo bo'lsa bu 4 urush maydonida Amerikaga qaytarma hujum qilyotdi. Undaqda nihoyatda aniqki, Prezident Joe Biden Markaziy istihbarat organlariga tushirgan buyruqdan 90 kunlik mühlet vaqt çağı yetib geldi. Şuna Amerika bilan Jungo'nun o'rtasida elishish, kuch sinishish, texnik keskinlashishda hatta reaksiyalashish darajasiga berib yetdi. Jungo taraf shu narsani faraz qilyotdiki, bu doklad yaqinda o'rtaga chiqadi ve Jungo'ga foydasız doklad bo'ladi. Foydasız halda bir xulosa chiqariladi. Hatta yuqumli virus masalasi bo'yicha Jungo'ga jinoyat bekitishi mumkin. Musha asoslar asosida Amerika taraf biron Dunyo Sahiyya Tashkiloti mutaxassislari bilan birlashib chiqargan yuqumli virus tajribaxonadan kelgan yoki tajribaxonada kechiringlar, tajribaxonadan kelmagan degan xulosani endi og'dirib tashlab
Dünya Səhiyyə Təşkilatının Wuhan təcrübəxanasında qayta təkşürüşüge əydəkçilik qılıdı. Bu degenlik Amerika Cöngo bir neçə aydan beri elişdi. Bunun kızık noktası Amerika Merkezi Axbarat İdarəsi yakında oturğa çıxarıdığan təkşiriş dokladağa mərkəzləşdi degenlikdir.